Vau! Qanaqa saroy edi bu, Abdushahbor? Bu uyni o'zimga niyat qilib qo'ydim. Niyat qilishga shoshilmang. Bu uy meniki. Siz esa o'zingizga bundan zo'rini ham topib olasiz. Salgina shoshilmang, uy meniki. Hazillashyapsizmi? Uyni men olaman dedim. Nima muammo? Muammo yo'q. Hujjatlar o'zimda, kalit o'zimda. Bugunni o'ziga yo'q olaveraman. Shunday asablarimni buzdingiz, bugun shunday asablarimni buzdingiz. Keling bahslashamiz. Agar ushbu kvartirani arzori 10 mingdan oshsa, kvartirani men olaman. Agar 10 mingdan tushsa, siz olavering. 20 mingdan oshsa-chi? 20 mingdan oshsa, ushbu kvartirani obunachilarimizga tavsiya qilamiz. Yangi domdan yangicha kvartira. Italyanskiy atachonto uslubida ta'mirlangan, umumiy 100 metr kvadratni o'z ichiga jamlagan 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. Asosiy kirish qismidan kattagina koridor, mягкий zona, TV zona uchun mo'ljallangan joyimiz, asosiy kuxnya qismimiz, gazli plita, вытяжка, двухконтурный kotellarimiz mavjud, стиральный mashinka hamda xolodilnik uchun mo'ljallangan joyimiz. Asosiysi domimiz to'liq foydalanishga topshirilgan, kadastr hujjatlarimiz tayyor. Bolalar yotoqxonasi. Ichki eshiklarimiz zakaznoy MDF, devorlarimiz mo'yshabolarda ishlov berilgan, pandalarimiz ilingan. 8 qavatli yangi g'ishli liftli domning 2-qavatda joylashgan. Asosiy mehmonxona qismimiz. Alohida bo'lgan yuvinish xonalari. Yuvinish xonalari to'liq kafil qilingan. Qo'shimchasi garsonlarimiz mavjud. Ideal holatda mягкий zona, TV zona uchun mo'ljallangan joyimiz hamda kattalar yotoqxonasi. Proyektimiz 2 tomonlama proyektda. 76 ming AQSh dollariga baholangan ushbu xonadonimizning manzili Buxoro shahar, Gorgaz, Eski Zum. Batafsil ma'lumot uchun pastki raqamlarga bog'lanishingizni kutib qolamiz.